Assalomu alaykum. Sizlar bilan ijtimoiy dayjest. O'tgan hafta davomida mamlakatimiz ijtimoiy himoya sohasida qator yangiliklar va yirik tadbirlar bo'lib o'tdi. Bevosita ijtimoiy himoya milliy agentligi direktori, Xalqaro migratsiya tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari janob Andrew Grey bilan uchrashdi. Uchrashuvda aholining ijtimoiy zaif qatlamlari, xususan odam savdosi va xavfli migratsiyadan jabrlangan shaxslarni qo'llab-quvvatlash va himoya qilish masalasi muhokama qilindi. Toshkent shahridagi Abdulla Avloniy nomidagi Milliy pedagogik mahorat institutida inklyuziv ta'lim muhiti va assistiv texnologiyalarni joriy etayotgan maktab rahbarlari va pedagoglar uchun o'quv seminari boshlandi. Mashg'ulotlar xalqaro va milliy ekspertlar ishtirokida 9-21 iyun kunlari o'tkazildi. Seminarda 50 ta inklyuziv maktab vakillari bilan bir qatorda ijtimoiy himoya milliy agentligining hududiy boshqarmalaridan mas'ul xodimlar ham malaka oshirdi. O'zbekiston maxsus olimpiadasi jamoasi xalqaro suzish musobaqalaridan medallar bilan qaytdi. 2025-yil 6-10 iyun kunlari Rossiyaning Kazan shahrida maxsus olimpiada sportchi yoshlar o'rtasida birgalikda g'alaba qozonamiz 2025 xalqaro suzish musobaqasi tashkil etildi. Mazkur musobaqada O'zbekiston maxsus olimpiadasi jamoasi 1 ta oltin, 2 ta kumush va 3 ta bronza medalni qo'lga kiritdi. Samarqand shahar inson ijtimoiy xizmatlar markazi qoshida tashkil etilgan zamonaviy kasblar bo'yicha o'quv kurslarini 120 nafar bola bitirdi. Ular robototexnika, 3D modellash, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, media texnologiyalari kabi zamonaviy kasb yo'nalishlari bo'yicha bilim egalladi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi Polsha ta'lim vaziri boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda tomonlar inklyuziv ta'lim, nogironligi bo'lgan bolalar uchun shart-sharoitlar yaratish, pedagog va assistentlarni tayyorlash, ota-onalarni qo'llab-quvvatlash masalalarini muhokama qildi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz hozircha shulardan iborat edi. Bizni kuzatib boring.